Endi rosa blogerlar savol beryapti-yu qizlarga. Turmush o'rtog'ingiz nima sovg'a qilishni xohlaysiz? Turmush o'rtog'ingiz nima? Velik, gelik, tilla, uy, villa, bir balolar rosa so'rayapsizlar. So'rashdan oldin Xudodan sizlar so'ranglar. Menga iymon, insofli, duxi bor, farosatli, or nomusli erkakni ber deb so'ranglar. Tilla, villa bu boshqa narsalar ketaveradi. Turmushdan ajrashgandan keyin mahrlarni qaytib oladigan erkaklar ko'rmayapmizmi? Ko'ryapmiz. Sizlar o'zlaringiz niyatlaringizga yarashadi. Sizlar velik, villa so'ragansizlar. Or nomus so'ramagansizlar. Farosat so'ramagansizlar. Hatto yovvoyi tabiatda ham bor, bilasizlarmi? Burgutlar bor, o'laksaga botmagan qushlar bor. Hatto ayol burgut tepadan turib cho'p tashlaydi. Cho'p tashaganda qaysi burgut kuchli bo'lsa, o'sha cho'pni 2-3 martalab olib borib beradi. Ayol burgutga. Ayol burgutga olib borib bergandan keyin u o'sha burgut bilan oila quradi. Kelajakda strixovkasini qiladi-da u burgut. Ayol burgut. Bolalarni tushib ketmasligi uchun jonini fido qiladigan burgutni tanlaydi. Hatto yovvoyi tabiatda ham bor. Ertadan keyin siz veligingizni, geligingizni quchoqlab o'tiraverasiz. Quchoqlab ham o'tirmaysiz, o'sha pulni ham olib qo'yadi. Kerak bo'lsa sizni sotib yevoradi. Or nomusi yo'q erkak. O'shaning uchun veligi bor, geligi bor emas, birinchi o'rinda or nomusi bor erkak tanlaydi.